Nima deb o'ylaysiz? Bitta shaxsiy veb-sayt yaratish uchun qancha muddat va qancha mablag' talab qilinadi? Siz aytishingiz mumkin, bir necha kun vaqt va allaqancha dollar sarflanishi kerak. Lekin men sizga hozir atigi 10 daqiqa ichida qanday qilib o'zingiz shaxsiy veb-saytingizni mutlaqo bepulga yaratishingizni ko'rsatib beraman. Uning uchun bizga Canva platformasi kerak bo'ladi. Bu haqida o'tgan videolarda ham gaplashgan edik. Canva platformasi mutlaqo bepulga, hech qanaqa dizayner bo'lmagan holatda dizayn elementlarini yasashimizga yordam beradi. Endi gapni ko'paytirmaymizda ishga o'tamiz. Xo'p, Canvaga kirib olish uchun bizga istalgan turdagi brauzer kerak bo'ladi. Qidiruvga canva.com deb yozamiz. Va bizga shu ko'rinishdagi interfeys ochiladi. Bu interfeysda albatta biz veb-sayt bo'limini tanlab olishimiz kerak. Bosamiz veb-sayt bo'limi. Mana veb-sayt bo'limi. Xo'p, Canva'ning ustun taraflaridan bittasi Canva'da tayyor shablonlar bor. Siz o'sha tayyor shablonlarni olasiz va o'zingizga moslashtirgan holatda xohlagan veb-saytni yasab olishingiz mumkin. Biz shaxsiy veb-sayt qilamiz, ya'ni portfolio. Biz nima qilishimiz mumkin? Bu qidiruvga portfolio deb yozamiz va chiqqan natijalar ichidan o'zimizga mos keladigan birortasini tanlab olamiz. Men oldindan tanlab olganman. Menga ma'qul keladigan bittasi bor. Bu mana shu bratni portfoliosi. Buni tanlab olamiz. Endi buni bitta-bitta qo'yishinglar mumkin, yo bo'lmasam birdaniga apply all 7 section qilib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, mana shu ko'rinishda ochilyapti. Hammasi birma-bir joylashgan. Bu turdagi veb-saytda landing page deyiladi, ya'ni bir sahifali. Biz buni o'zimizga moslashtirib olamiz. Ya'ni welcome to my design portfolio. Nima deymiz? Mening portfolio saytimga xush kelibsiz. Biroz katta bo'lib ketdi. Buni ozgina cho'zishimiz mumkin, albatta. Mana mening portfolio saytimga xush kelibsiz. Odam rasmini ham biroz surib qo'yishimiz mumkin. Va albatta bu rasmga o'zimizni rasmimizni qo'yamiz, bu rasm o'rniga. Ya'ni buni ustiga bosamiz. O'chirib olishga shoshilmang. O'chirib olishdan oldin biz bu yoqdan, ya'ni upload bo'limidan o'zimiz rasmimizni yuklab olishimiz mumkin. Bosaman va mana rasmimiz tushdi. Endi e'tibor bering, bu rasmni olib shu blokka yoniga yaqinlashtiradigan bo'lsam, bu rasm shu blokka joylashib oladi. Xo'p, work with me today ni men bilan ishlang deb o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Mana. Xo'p, endi bu yoqqa kasbini yozishimiz kerak ekan. Bu yoqqa albatta ism, familiya. Javlon A qilib qo'yaman, chunki mening familiyam juda ham uzun. Grafik dizaynerga bo'lsa dasturchi deb yozib qo'yishim mumkin bo'ladi. Yaxshi, Javlon Divanopov, dasturchi. Endi keyingi bo'limiga o'tamiz va bu bo'lim who is chat, ya'ni men kimman deb yozib qo'yishimiz mumkin. Men kimman? Va o'zingiz haqingizda bu yoqda qisqacha ma'lumot yozasiz. Men 3 yildan beri IT sohasida faoliyat yuritib kelyapman. O'zingiz istalgan ma'lumot yozib qo'yishingiz mumkin. Men testoviy formatda sizlarga ko'rsatyapman. Endi bu yoqqa ham qanaqadir rasm qo'yib qo'yishimiz mumkin. O'zimizni rasmimiz yoki birorta boshqa istalgan turdagi. Rasm olishda bir necha yo'llari bor. Kompyuteringizdan yuklab olishingiz mumkin yoki internetdan olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birorta rasm yuklab qo'yish shunchaki, aytaylik mana bu rasm. Mana men kimman degan rasmga misol. Xo'p, aslo ochamiz. My background, ya'ni mening o'tmishim yoki mening yo'lim deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bizning yo'limiz education, albatta ta'lim bo'ladi. Ta'limga nima deyishimiz mumkin? Aytaylik, bularni o'chiradigan holatda ta'lim olgan joylaringizni yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik 134-maktab. Pastga bo'lsa, aytaylik TATU, ya'ni Toshkent axborot texnologiyalar universiteti. Xo'p, endi ish joylari. Xo'p, ish joylarini yozib qo'yishimiz mumkin. Nima bo'lishimga aytaylik, bizdan nima ketdi? Google. Xo'p, keyingisiga aytaylik Amazon. Keyingisiga aytaylik Facebook. Albatta bu yoqqa to'g'ri ma'lumot kiritishingiz kerak bo'ladi, lekin men shoshilayotganim uchun ma'lumot kiritib o'tirmayapman. Ya'ni vaqtimizni ketkazganimizni foydasi yo'q. Umumiy bizga tayyor shablon beriladi va shablonni o'zimizga moslashtirib qo'yamiz. Shu bilan sayt tayyor. Mening yo'lim, ta'lim, ish joylari, mening ishlarim. Portfoliomizni eng kuchli qilib beradigan qismi bu ishlarimiz qismi. Xo'p,
biz ishlarimizni yuklab olamiz, istalgan turdagi ishlarimizni olishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, mana bu ish, mana buni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Yana qaysi? Mushukchani ham olib qo'yamiz. Mana bu ish. Yana qanaqa ishlar bor? Aytaylik bu ish. Mana. Nima deyishimiz mumkin? Aytaylik. Tilda orqali landing page. Misol uchun bunga nima deb qo'yamiz? HTML, CSS orqali business sayti misol uchun, yo bo'lmasam Excel orqali ma'lumotlar boshqaruvi misol uchun. Shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni qilgan ishlarimiz. Bu yoqqa rasm yuklanadi va tagiga nomi. Endi pastroq tushamiz. Xo'p, art speaks where words are unable to explain. Bu yoqqa ham qanaqadir ma'lumot yozishingiz mumkin o'zingiz haqingizda yoki sizni faoliyatingiz haqida. More of my work. Ya'ni bu yoqda mening ishlarim haqida ko'proq 3 ta nuqta. Bo'ldi. Endi bu yoqqa ham portfoliolaringizni, ya'ni qilgan ishlaringizni yuklashingiz va tagiga nomini yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Reach out to me degani men bilan bog'lanish uchun. Faqat ozgina kengaytirib qo'yamiz. Mana men bilan bog'lanish uchun. Mana veb-saytimiz tayyor bo'ldi. Juda ham minimalistik, sodda, lekin eng muhimi ishlaydigan veb-sayt. Endi bu narsani amalda ko'rish uchun nima qilamiz? Publish website. Ya'ni veb-saytni publikatsiya qilish, ya'ni ommaga taqdim qilish. Pastdan publish bo'limini bosamiz. Yaxshi, publish tayyorlanyapti. Siz ham bemalol xuddi shu usulda istalgan mavzudagi veb-saytlarni tayyorlab olishingiz mumkin. Eng plyus tarafi sizga hozir link taqdim qiladi. O'sha linkni biror bir odamga jo'natadigan bo'lsangiz, bemalol shu odam sizni saytingizni ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana Jalol Abdullanopov my Canva site. Endi o'zi qo'shimcha paste qo'shyapti, no unchalik ham katta muammo emas. Mana Jalol Abdullanopov dasturchi, men bilan ishlang, men kimman, mening yo'lim, mening ishlarim, qanaqadir ma'lumot bu yoqda va mening ishlarim haqida ko'proq pastroq tushamiz. Men bilan bog'lanish uchun. Bog'lanish uchun qanaqadir o'sha telefon nomeringizni, email-ingizni, adresingizni yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Eng qizig'i, bu linkni olib turib, umuman boshqa odamga tashlaydigan bo'lsangiz, bu odam ham aynan shu link orqali bemalol siz saytingizga kirib olishi mumkin bo'ladi. Demak, mana sirni ochdim. O'zi bu sir emas, juda ko'pchilik bilardi, lekin o'ylashadiki odamlar shaxsiy veb-sayt tayyorlash uchun juda ham ko'p pul va juda ham ko'p vaqt ketadi deyshadi. Lekin hozirgi texnologiyalar bilan bu ishni bir necha barobarga tezlashtirib yuborish mumkin. Agar sizga video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishingiz mumkin, izohlarda fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Agar juda ham yoqqan bo'lsa, bemalol do'stlaringizga ulashishingiz mumkin. Siz bilan Jalol Abdullanopov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.